Bloger Dima Qayum. Bizni yoshligimiz mustaqillik yillarini ilk yillariga to'g'ri keldi. O'tish davri edi. Ota-onamiz o'qituvchi, tarbiyachi ko'p yillar shu xalqqa xizmat qilishgan, yoshlarga ilm, bilim berishgan. Endi bilasiz, u o'tish davrida kitoblar tanqis bo'lganman. Shu paytda men o'zim ham o'qolmadim. O'sha paytda maqsad qilganman men katta kutubxona ochish. Otamni kasbini davom ettirib, hozirgi yoshlarga kutubxona ochishni maqsad qilganman. Mana 2017-yil maqsadimga yetib, Roshidoniy xalq kutubxonasini tashkil qildik. Baribir kunda bir bo'lsa ham inson keladi bozorga, ikkita non olgani yoki bir kilo kartoshka olgani keladi. Shunda kutubxonaga kiradi, albatta o'qiydi, uyga olib ketadi. Xohlagan kitobini olib ketsin. Mana bizda hozir 10 mingdan ortiq kitob bor. O'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti, turli xildagi janrdagi kitoblar bor. Eng muhimi pulli emas, bepul. Xalq kutubxonasida istagancha kitob topib olib ketib, uyda o'qib olib beradi. Kitoblar berish tartibi mana 7 yildan beri bir xil. Keladi, o'quvchi keladi, ism sharifini jurnalga yozamiz va o'zi xohlagan 2-3 tagacha kitobni 1 oygacha beramiz. 1 oyda o'qib olib beradi va yana yangilab o'qib ketaveradi. Agar 1 oyda o'qa olmasa, yana kelib sanasini yangilab, bemalol olib ketib o'qiradi. Bu darajaga kelishda o'zi katta bir mashaqqat bo'ldi. Avvaliga kichkina javoncha bo'ldi, shkafcha bo'ldi. Shu shkafchada 200 tacha, 150 tacha eng o'zbek adabiyoti, jahon adabiyotining sara kitoblarini joylab qo'ydik. Undan keyin tadbirkor do'stlarimiz, jurnalist, bloger va eng asosiysi xalqning yordami bilan bo'ldi. O'sha qurilish esimda bitta kichkinagina qizaloq kelib 10 mingmi, 15 mingmi bilmayman hozir. Arzimagan pul, lekin mana shu kutubxonaga meni ham qissam tegsin deb o'sha pulni bergan edi. O'sha qizchani haligacha izlayman. Agar filmni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha qizaloq albatta yonimga kelsin, men unga chiroyli qilib o'zimda yuragimda tugib qo'ygan albatta sovg'am bor. 2017-yil 21-oktyabr til bayrami kuni ochilgan bo'yicha mana bu yil 7-yilini nishonladik. Asosiy tirikchiligimiz shu qishda pechka sotamiz. Pechkachi degan taxallus olganmiz. Ijtimoiy tarmoqda Dima Qayum pechkachi degan qishda pechka turbalarni sotsak, o'zingiz ko'rdingiz. Yozda shu konserva uchun banka sotamiz. Oltin guyut, mol tuzi degandek. Hech qilib ro'zg'orimizga yetyapti. Nolishda hojati yo'q. Tirikchiligimiz o'tyapti albatta. Endi ijtimoiy tarmoqlarga kelsak, ijtimoiy tarmoqlar 2012-yil shu Facebook ijtimoiy tarmoqga kirgan. Shundan beri yumor shaklida hazil-huzullar yozamiz. Shu xalqimizni qiynab turgan muammolarni hajviya shaklida Abdulla Qodiriy, Julqunboyni yo'nalishida ijod qilaman va o'zimni Men kim Dima Qayum degan birinchi kitobim 2000 nusxada chop etilgan. Unda eshitgan, ko'rgan, odamlardan olgan, xalqdan eshitgan hajviyalarni, o'zimiz to'qigan hajviyalarni yozganman. Turizmga ham qissa qo'shamiz. Shu kutubxona bahona turli adabiyotchilar, shoirlar, ko'plab yurtimizdagi taniqli insonlar kelib, aktyorlar bordir uning orasida. Hammasi kelib ikkita kitob sovg'a qilib ketadi va albatta o'sha Rishtonning mashhur palovidan totib ko'radi. 2022-yil Farg'onada davlat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan ham uchrashib, oz fursat bo'lsa-da suhbatlarini olib, ishlarimizga muvaffaqiyatlar tilashgan. Bu davlat rahbari bilan uchrashish oddiy pechkachi uchun bu baxt, bu ota-onamning orzusi bo'lgan.